Boshlaylikmi? Boshlaylik. Assalomu alaykum. Men ismim Umarbek. Kanalim nomi ham Umarbek Ismoqulov. Собственно говоря. Okey, ладно. Bugungi video sarlavhasi tavsifi ovoshkasidan ko'rib turganlik haqida qanday qilib 9 oyda 189 ball olgani haqida gaplashamiz. Unda pogнали. Xo'sh. Birdan video. Hammasini boshlab bergan 0, ya'ni hafta bilan yana material imtihon haqida gapirsak. 0 imtihoni mana shunchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Sababi 0 imtihonda asosan listening bilan readingga ko'proq o'qiq qaratganman. Bu fikrlar, ya'ni yuqori ball olish asosan insonning o'ziga bog'liq. Hop, speaking va writingga keladigan bo'lsak, unda mavzuning qanaqa tushishi, ideyaning kelishi va tekshiruvchining kayfiyatiga bog'liq. Hop, mana bu kanallar agar montajga kuchim yetsa montajga qo'yib beraman. Shu Telegram kanallar menga yordam berdi. O'zimda self study qilishga, ko'proq mock testlarni ishlashga, bu ham ancha-muncha ball olib beradi. Matematika. Bu imtihondan men eng ko'p dafamini, eng ko'p xursandchilikni ko'chib tildatgan kayfni qabul qilganman. Sababi bu imtihon menga yillar davomida to'plagan bilim va tajribalarimni sinab ko'rayotini bergan. Bu imtihonga 2 yildan ortiq tayyorlanganman. 9 oy sana e'tiborli jalb qilish uchun turkida ozgina o'qib berdim. Okey. Hop, bu imtihonga 2 yildan ko'p soatlarni sarflaganman, juda ko'p mock ishlaganman, juda ko'p soatlarimni sarflaganman, uyqusiz tunlar va psixologga ketdim. Вот, mana bu yerda kanallar bor. Yana o'sha gap, montaj etmasam qo'yib yuboraman. Jamshid Sayxonov, Rustambek O'quvg'oray kanallari, bu kanallar menga juda ko'p foyda bergan. Mock ishlash bu imtihonni jarayonini his etish. Ya'ni o'sha imtihonda qayta bo'la olish imkoniyatini yaratadi. Bu mocklarni ko'p ishlash, har bitta misolini sinchiklab ko'rib chiqish, bu siz darajangizni ancha oshirib beradi. Shu o'rinda mendan so'ralmagan, lekin men javob berishim shart bo'lgan savolga to'xtatib o'tsak, to'xtatib. Qanday qilib onlayn o'qishni samarali darajaga olib chiqsa bo'ladi? Buni yo'li juda oson. Faqatgina o'zingizdagi bo'lgan disiplinani oshirishingiz kerak. O'qituvchidan qilib beradigan ishi ham 50% shundan iborat, ya'ni sizni vaqtida darsga ketishingiz, vaqtida uy vazifani qilishingiz va vaqtida vazifani bajarishingizni ta'minlash. Agar shular o'zida bo'lsa, onlayn darslar bu siz uchun eng zo'r tanlov. Ayniqsa, sotsial bor internetlar uchun. Matematika bo'yicha sertifikatga dekabr oyida topshirganman. Dekabr oyida yaqin 2-3 yil ichidagi eng qiyin imtihon bo'ldi. Bilgan biladi. Ekrani borlik ko'rsatyapman. Keyin esa tarixdan milliy sertifikat topshirdim. Tarixdan milliy sertifikatni, IT sertifikatim olib bo'lganimdan keyin asosiy bloklarimni yopib 117 ball pul kiritgandan keyin topshirganman. Bunda o'sha tushunishlaring mumkinki motivatsiyam bo'lib borayotgan payt bo'lgan va meni to'sqilib qiladigan yana bir narsa bu tarixni o'qish konsepsiyasi. Ya'ni unda o'qish kerak-da. Matematika sifatida esa men o'qishni yoqtirmayman, chunki matematika o'ylovga, fikrlovga asoslangan fan. O'qish va yodlash menga begona edi. Kitob o'qisam o'qib qolgan videosi ketadi, uni narsa qilib qo'yaman. Lekin shunga qaramasdan tarixni 2 oyda B darajani qo'yib ketganman. Shu darajaning o'zi ham menga 11 ballni olib kelgan. Menga tarix milliy sertifikat materiallari va mocklar bilan mana shu kanallar yordam berdi. Bu kanallar va yuqoridagi kanallar ham menga bir tiyin berishgani yo'q. Nega berishmadi? O'zim ham bilmayman, nega berishmadi. Так что reklamamas. Mana bu yerdagi hamma predmetlar, bu yerdagi narsalar nima uchun yotgan bo'lsa-da, san fikrlaringizni jamb qilish uchun. Chunki nimada образовательный kontent doim zerikarli. San fikrlaringizni jalb qilishim, sizlarning ekran qarashni ushlab turishim kerak. Hozircha Ona tili milliy sertifikat. Bu imtihondan men B+ natijani qo'lga kiritganman. Qanaqa bilasizlarmi? So'ramanglar, 20 kunda qanday bunday darajaga yetishdim o'zim ham bilmayman.
Hammasiga sabab imtihonda oxirgi safar bo'lgani, ko'p bor topshirgani, savollar darajasi unisini bilmadim. Shu tizim shunaqa ishlar ekan. Ona til milliy sertifikat haqida gapiradigan bo'lsam, u unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Chunki yana o'sha gap, imtihonlar bir-biriga o'xshab ketadi. Sifr imtihondagi yozish qismini tashqari bunga ham o'xshab ketadi. O'sha fikrlar, o'sha yozuv, faqat tili boshqa. Testlar ham unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Har holda o'zimiz ona tilimiz bir amallab chiqdim. Bir yig'ilib qolibmiz, qachon bunga o'tiribmiz. Bitta rasmga mana shu Sen o'rtoqlaringga o'xshab tashlab bermayman rasmni. Biroz saqlab aytganda, seni shuni yakunlaganman. Xo'p, nima demoqchiman? Imtihonlar, milliy sertifikat, qanaqadir grant olish, bular hammasi natijaga chiqquncha sizga zavq beradi, hayajonlantiradi. Natija chiqqandan keyin esa bora-bora o'zini qadrini yo'qotib boradi. Shunday ekan, abituriyent davridagi juda mashhur stereotipni, ya'ni abituriyent faqat o'qishi kerak degan narsani yo'qotishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Chunki abituriyent ham o'sha yoshda ko'p narsalarga o'rganib qolish kerak. Ya'ni faqat o'qish emas, qanaqadir hobbini bilan qiziqish, hayotiy skilllarni oshirish, finansiy gravitatsiyani oshirish, bularni barchasi shu davrda orttirish kerak bo'lgan naviklar, ya'ni ko'nikmalar. Bularni faqatgina o'qish bilan to'sib qo'yish xato. Men sizga javob beraman, agar sizni o'qishga bo'lgan qiziqishingiz bo'lsa, disiplinangiz juda yaxshi bo'lsa, 2-3 soatlik kunlik o'qish bilan ham mendan zo'rlanishingiz bo'ladi. 189 ball bu shunchaki Telegramda ota-ona gruppasiga kelgan xabar bilan yakunlandi. Bunaqa yakun meni ham hayron qoldirdi. Bundan juda ko'p ham zavq olganim yo'q. Bu qanaqadir menga ko'p dopamin bergani yo'q. Bu shunchaki natija. Ya'ni o'qishga kirishim uchun 1 yillik grant. Bu narsani ortidan pul yurganlar, bu narsaga intilish uchun kun-tuni aylanayotganlar, bilib olinglar. Sizlarni ham yakuninglar shunaqa bo'ladi. Xo'p, nima demoqchiman? Kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar, fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Har bir kommentga bosib, javob qaytarishga harakat qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar.